Rishton Abu Ali Bizno jamoat salomatlik texnikumi ta'lim dargohida bugun o'qituvchi Dadaboyeva Gulchiroy tomonidan muvaffaqiyat sirlari va startap mavzusi ostida kelajak soati darslari o'tildi. Bugungi mavzumiz muvaffaqiyat sirlari va startap. Inson muvaffaqiyatga va startapga sabri, harakati, rejasi bilan erishadi. Talabalarga dars jarayonida muvaffaqiyatga erishish yo'llari, zamonaviy fikrlar, shaxsiy rivojlanish hamda startap loyihalarini yaratishning asosiy bosqichlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Siz muvaffaqiyatni doim reja qilib, o'ylab yuradigan shaxsmisiz yoki uni amalga Shuningdek, oshiradigan startaplarni yo'lga qo'yish muhim bo'lgan g'oya, jamoa, reja va qat'iyat kabi omillarning ahamiyati haqida alohida ta'kidlandi.